Menga qarang. Men kirib o'tirmayman. O'zi kirib chiqa qoling. Yur, birov kirib chiqasan. Yo'q-a. Meni mamnaqa yasanib olganimni ko'rsalar, keyin noto'g'ri tushunmasinlar. Meni yorimga yasanib ketdi deb o'zi kirib chiqa qoling, men o'tiratib olaman. Bo'pti, hozir chiqaman. Qo'lim tirnalsa ham sezadi onam, darrov raqamimni teradi onam. Bolam omonmisan, tinchmisan deya qator savol beradi onam. Qator savol beradi onam. Sevinib ketaman ko'rgan onimda, eng yoqimli mehr yoqar jonimga. Yomonliklar aslo kelmas yonimga. Duo bilan to'sib turadi onam. Duo bilan to'sib turadi onam. Voy. Bolam keldingmi? Ha, ona. Keldim. Maziz yo'q ekan. Birrov xabar olib keldi deb keldim. Voy. Ozgina qon bosimim ko'tarilibdi-da bolam. Keyin mana qo'shnimiz baraka topsin. Tez yordamni chaqirib berdi. Seni ham ovora qildim shekilliga. Yo'q, ovorasi bormi? O'zi ertaga kelmoqchi edim. Ha, senga ham qiyin bolam. Yo'da men. Yo'da xotining. Oyi, xotinim bilan o'zingiz tenglashtirmang. Eshitaman. Ha, tinchlik ekanmi? Ha, tinchlik. Tinchlik bo'lsa bir amallab chiqa qoling endi. Bahodir akaniki kecha qovamiz. Bo'pti, hozir chiqaman. Xo'p. Kelin shu yerdami bolam? Ha, oyi. Bitta noziroq odamniki borishimiz kerak edi. Men ham kiraman dedi. Men yo'q dedim. Onamni xijolat qilmagin dedim. Navaram olib kelmabsan-da. Bitta quchoqlab olardim-da. Uni qo'shimcha darsi bor. Bitta she'ri yodlolmayapti. Qaysi she'ri bolam? Ota makonim, oyi. Ay. Sen uni bittada yodlagansan bolam. Bo'pti, oyi. Men ketdim, men bora qolay. Sen navaramni hadib urishurmagin. Esingdami yoshlik paytingda o'pkani shamollagani? Sen shamollashing bilan nafasing siqib qolardi-da bolam. Haftalab kasalxonada yotarding. Kasalxonaga ham o'zi kunida 3 mahaldan yugurib borardim bolam. Sog' tushishi bilan yuragim besillardi. Xudoga shukr. Katta bo'lganingdan keyin kasallik ham qolib ketdi bolam. Faqat men haligacha qo'rquv meni tark etgani yo'q. Kasal bo'lib qolsang, yoningda bo'lmay qolamanmi deb qo'rqaman bolam. Yo'q, oyi. Buni eslolmayman. O'sha paytda kichkina bo'lsam kerak. Bo'pti, oyi. Shoshib turdim. Yana biroz oldimda qolgin bolam. Ona, ketmasam bo'lmaydi. Ertaga kelaman. Keliningizni ham olib kelaman. Navaringizni olib kelaman. Keliningiz bitta osh qiladi. Navaringizni oldingizga olib, she'rini o'rgatasiz, oyi. Hozir yonimda bo'lgin bolam. Hech bo'lmasa 2 daqiqaga. 2 daqiqa men bilan gaplashga o'g'lim. Nima haqida gaplashaman, oyi? Menga she'r yodlab ber bolam. Qaysi she'r yodlab ber? O'zing xohlagan she'r. Xo'p, faqat yodlab berib ketaman, oyi. Mayli. Kelishdik bolam. Kelishdik. Oh, ota makonim, onajon o'lkam. O'zbekiston jonim to'shay soyangga. Sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam. Rimni alishmasman beda poyangga. Bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha qirlar. Qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar. Qayga borsam suyab, boshni tik tut deb, tog'laring ortimdan ergashib yurar. Ko'rdim suluvlarning eng faranglarin,
yo xudbinman men, yo sodda kasman. Parijning eng go'zal restoranlarin bitta tandiringga alishmasman men. Oyi, eshityapsizmi? Oyi. 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 Oyi, men bilan gaplashing. Hech bo'lmasa 2 daqiqa gaplashing. Men hammasini eslayman, oyi. Nafasim siqishini, sovuq tushishi bilan yo'talim kuchayib ketishini ham eslayman, oyi. Kasalxonada yotganimda sizni kasalxona hovlisidan kelishingizni kutib o'tirardim. Kelayotganingizni ko'rib, quvonchim ichimga sig'may ketardi. Bitta bag'ringizga bosganingizda hamma og'riqlar tarqab ketardi. Men uyga ketdim deb kasalxona yo'lagida skameykada yotib qolganlaringiz hammasi esimda. Faqat ketmay, oyi. Men bilan gaplashing, oyi. Alo. Ha, tinchlik ekanmi? Hozir chiqaman. Bola. Oyi. Yaxshimisiz, oyi? Yaxshiman bola. Ko'zim ketib qolibdi-da, bola. Hali ham shu yerdamiding? Ha, shu yerdaman, oyi. Oyi, men hozir kelaman. Keyin sizni oldingizdan hech qayerga ketmayman. Hozir kelaman, oyi. Bola. Aziz aka, tinchlikmi? Yurmaysizmi? Tinchlik. Ma. Bu mashinani kaliti. Bu uyi kaliti. Mana u puling. Bahodirboy akangga berib qo'y. Nima gap? Nima bo'lyapti o'zi tushuntiribroq gapiring? Bu gapni ko'p eshitgansan. Buni qaytar dunyo deydi. Bizning bitta o'g'limiz bor. Uni ham katta bo'lsa uylantiramiz. U ham xotinning gapiga kirib, seni tashab ketadi. Sen ham xuddi onamlarga o'xshab yolg'iz qolasan. Men bo'lsa, o'zi yakkalanib qoladigan xotin bilan hozir o'zidan yashagim kelmayapti. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrda onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, unda yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang,
kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Bir inson bor, dunyoga arzir. Tog'dek bardosh, osmondek sabr. Hozir emas, hoziroq, hozir onangizga qo'ng'iroq qiling. Yugurtirsin zamona zayli. Yuribsiz-ku shu zot tufayli. Boyagina ko'rgansiz mayli, onangizga qo'ng'iroq qiling. Jon tomirin uzgan sizni deb, uyqularin buzgan sizni deb, umri o'tgan o'g'il qizni deb onangizga qo'ng'iroq qiling. Ishlaringiz yursa, yurmasa, vaqt yugurik kutib turmasa, borolmaysiz jilla bo'lmasa, onangizga qo'ng'iroq qiling. Qo'lingizga qaramaydi u, moyanangiz so'ramaydi u. Sog'inchingiz eng buyuk qayg'u, onangizga qo'ng'iroq qiling. Shuginadan azizroq kim bor? Chekmaganmi siz uchun azor? Kerak bo'lsa bir kunda 100 bor onangizga qo'ng'iroq qiling. Demang, davlat ishi o'yinmi? Tirikchilik egdi bo'yinni. 5 daqiqa topish qiyinmi? Onangizga qo'ng'iroq qiling.